Ishonch bilan aytamanki, bu kremni tayyorlash uchun ketadigan mahsulotlar dunyoning qaysi burchagida bo'lmang, qaysi davlatda bo'lmang, albatta topiladi. Bu o'sha hamma bilgan maslini krem. Qani ketdik bo'lmasa, birgalikda tayyorlaymiz. Xona haroratida bo'lgan sливочный maslamizni 5 minut davomida toki oqarguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Videoda e'tibor bergan bo'lsangiz, sливочный maslamizda ranglari oppoq bo'lib, rosa yaxshilab ko'pirib oldi. Xona haroratida turgan sug'ushoniy molokomizni ham asta-sekin solib ko'pirtirishda davom etamiz. Har doim maslini krem tayyorlashda doim eng sifatli 82% dan yuqori sливочный maslani ishlatishingizni tavsiya qilaman. Videoda e'tibor bergan bo'lsangiz, sug'ushoniy molokoni 3 ga bo'lib solib oldim. Men bu krem uchun qulupnayli pasta solib oldim. Siz o'zingiz xohlagan vanilin yoki essensiya solib olishingiz mumkin. Bular esa kremimizning yana mazali chiqishiga yordam beradi. Mana videoda ko'rganingizdek silliqqina juda ham ajoyib krem tayyor bo'ldi. Bu krem bilan bemalol tortlarni ichiga, ustiga ham ishlatishingiz mumkin. Men esa bugun ruletni ichi uchun ishlataman. Agar bu kremni to'g'ri texnikada tayyorlasangiz, bemalol xohlagan shakllaringizni atirgullargacha yasash mumkin. Yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ying. Bu esa kanalimizni yana ham rivojlantiradi.